Chiroyli ishlamxonalarda o'qib o'tirsa, kim sababchi bu o'tirishiga? Ota-onalar sababchi. Har doim ota-onalarni qancha duosini olsanglar, shunchasini maqsadga erishasizlar. Mana Dilshod akalar ham ota-onasini duosini olganmiz. Endi Xudoga shukr, biz ham, mani ham otam, onam hayot. Biz ham ota-onamiz hayot, Xudoga shukr, ularga bo'lsin. 80 kilometr uzoqlikda yashaydi, Toshkent viloyatida yashaydi. Har kuni ertalab turib telefon qilamiz, shahodat namozidan keyin ovozlarni eshitamiz. Men har kuni mana ichimdan gap sizlarga aytaman. Qo'rqaman, qo'rqib yashayman. Har kuni qo'rqib yashayman. Men bundan qo'rqib emas. Ota-onamni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib yashayman. Har kuni gaplashaman, ilohim oxirgi gaplashib bo'lgandan keyin ilohim hozir gaplashganim oxirgisi bo'lib qolmasin deb yashayman. O'shaning uchun iloji boricha ko'proq borishga harakat qilaman. Ota-onalaringizni qancha sevib, ardoqlab, ularni duosi olsanglar, sizlar kelajakda albatta buyuk inson bo'lasizlar. Albatta buyuk inson. Shunda keyin ota shu darajada qattiq hurmat qiladi, yaxshi ko'radi. Men uylariga borganman, duolarni olganmiz. Otalaringiz ham qattiq ota-onasi hurmatladi. Hozir bularning anaqasi menga juda yoqdi. Yaxshi niyat baribir yarim oldi. Albatta hammalaringiz ota-onalaringizga borib, qattiq quchoqlab, ardoqlab, sevib, siz yaxshi ko'raman deb xizmatini qilsalaringiz, o'sha juda ham sizlarga ota-onalar juda ham xursand bo'ladi. Sizlardan pul so'ramaydi, sizlardan yo bir menga nima olib kelarkin deb qarab o'tirmaydi. Sizlardan faqatgina yaxshi inson bo'lishingizni xohlaydi. Faqatgina bilinglar, mana yonma o'tirsa, mana do'stim, o'rtog'im do'sti, yo'q. O'rtoq, do'st yo'q. Eng qalin do'stim baribir nimadir ichida fikri bo'ladi, buziladi. Lekin ota-ona haqiqiy do'st bo'ladi ekan. Oddiy sabab mana shu ikkalasi amakvachcha ekan, bu har kuni bundan pul so'rasa, bu bir kun berishi mumkin, 2 kun berishi mumkin, 3 kun berishi mumkin, lekin 4-chi kuni bormab bermayman deb aytadi. Lekin ota-onalar mana hozir 5 yoshdan beri necha yoshga to'ldi? 10 yoshga to'lgan 5 yildan beri pul beradi ota-onasi. Necha pul beradi har kuni? 10 ming. Har bittangizga ota-onalar pul beradi, to'g'rimi? Har bittangizga ota-onalar pul. Lekin o'sha pulni qaysi biringlardan senga shuncha pul berildi, qaytar o'sha pulni deb so'ragan. So'ramagan?